Assalomu alaykum aka-ukalar, hammalaringizga. Xullas, bo'lajak Yevropaga furo haydayman deb keluvchilarga, endi bilmaydiganlarga kichkina bir maslahatda nima. Mana hech yuk oladigan joyga kelganman. 7 kilometr. Mana shunaqa yo'lda, короче. To'g'ri, 1-2 kilometr bo'lsa, yurib borib joyni ko'rib kelsa bo'ladi. Endi 1-2 kilometr emasda 7-8 kilometr bo'lgandan keyin borib kelib bo'lmaydi. Shunaqa holatda mashinani bir yaxshi burila oladigan joyga qo'yib, menejer bilan konkret gaplashib, menejerni bo'yniga qo'yish kerak. Mana shu dalnishi boraman, misol uchun bu yerga botib qolishingiz bor. Yo'l yomg'ir yoqqan, mana loy bo'layotibdi. Botib qolish bor, nisasi bor. Mana shu strafovkani olish uchun shunaqa maslahat.